Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Lacetti mashinasi 2009-yil 325 ming kilometr masofani bosib o'tgan ikkinchi PSI mexanikasi bo'ladi o'klar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Motor qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Motor qismlari ham zo'r holat turibdi. Xo'p, balonlari ham yangi holatda ekan. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham ideal holatda. 325 ming probeg, kojini chexoli solingan, kori pollargacha ham so'q qo'shibdi. Temir galbonli uстановка qilingan, optro stoplar qo'yilgan. Orqa tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Texnik holatdan chiqanaqa muammosi yo'q ekan. Kraska holatga keladigan bo'lsa, ikki tomon sapochokida bor. Ile moldindan pasta kraskasi bor ekan. Qolgan joyi top-toz deyapti o'zini uchun. Tekstura, prerka qildirib olasizlar. Sizlar xohlagandek men bo'ladi. Akamiz bilan narxini to'g'rishib bo'ladigan narxi deyapti. Umuman kam yo'q ekan. $4700 bu holida $4700 ga 2009-yil 325 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor ikkinchi PSI mexanika Lacetti mashinasi. Buni telefon qilib barak qilishingiz mumkin.